Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ko'rib tursa mana Salvana bundan kabel tartildi mana. Kabel ko'chaga butun mahallaga yine kabel tartildi. Kabel. Mana ko'rib turgansiz mana bu o'zimizning o'z kuchimiz ko'cha bo'yicha qilgan sim tatqanmiz. Salbolar satib olib simlarni boshqa qilib, shundan to'q kelib turibdi. To'q. Mana hozir Prezidentin fermanı bilan teşebbüsü bilan shu salbolar qo'yilib kabel tortilyapti, lekin mana men travesim, ana travesime mening hali mana bu salbodan hali kabel tortilgani yo'q. Ammo lekin mana bu turgan o'zimizning bundan 30 yil burungi salbomizdan kabel tortilib shundan to'q kelib turibdi. Mana men qurilish qilyapman uyda. Mana qurilish qilyapman. Qurilish. Lekin kecha ham 9'da o'chdi, bugun ham 9'da o'chdi. 2 kundan beri ustalar kesib qoldi. Mana qurilish qilib turibman mana. Ustalar kesib qoldi suv o'chgandan keyin. Lekin ammo lekin shu o'rinda men lekin lesa uchun, boshqa uchun kunidan pul to'lab turibman. Ustalarga da pul to'lab turibman. Buni kim to'laydi buni? Qarang, hozir bu yerda kelgan, yurgan, Nukusdan kelgan, va qayerdan kelgan haligi mantollarga qaysam bizde to'q tarsa mana toza liniya, kabel, lekin bundan to'q kelib turib, menga to'q ko'na liniyadan kelib turibdi. Mana bu ko'rib turgan ko'na liniyadan kelib turibdi. Onu toza liniyaga hech qanday aloqasi yo'q. Nimaga 2 kundan beri suyitdi? Soat 9'dan kechki 6-7gacha o'chirib turibdi. Bu yerda hech qanday ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Hurmatli aziz yurtdoshlar, rahbarlar. Xo'sh, men 2 kundan beri ustalarning pulini kim to'laydi? Xarajatini kim to'laydi buni? Sal bir o'ylanib chiqalasizlarmi? Bu kelib turgan bu toza kabelda to'q yo'q-ku, umuman to'q yo'q bunda. Mana bu ko'nalinadan kelib turibdi to'q. Ha? Buni o'ylanib qilish kerak-ku. Uchastka qurib turibman, olmaydi. Mayloqimga chiqib yetib turibman, olmaydi. 102ga chiqsam nimaga chiqding deb menga dag'dag'a aytadi. Yangi O'zbekiston shumi? Hurmatli rahbarlar, kim javob beradi bunga? Meni qamasangiz qamanglar, men undan qo'rqmayman. Men 2 marta og'irlanishib, 2 marta tilxatab, 3-chi marta shunday muammo chiqsa qamayman deb viloyatdan, ichki ishlardan, jinoyat qidiruvdan kelib tilxatib o'ydi. Blogerga qo'ydim. Endi bundan keyin qo'ymayman. Qamasangiz qamanglar, otsangiz otinglar. Hurmatli rahbarlar. Mana uchastka olmay turibdi, yarim soat o'tdi. Hozir 5-10 minut ichida mayloqim bilan men chiqib razvor qilmasangiz desam, ne telefon urdi, ne boshqa qildi. Ko'chada razvor qilib turdim. 180 Akkobult meni oyog'im bosib, qaqib o'tib ketdi, qo'limdan telefon tushib ketdi, sim ketib turdim. Ey aziz yurtdoshlar, obunachilar, sog'lom men bilan bloger Xalbay bilan topaman, Xorazm Yangi bozor tumanidan. Endi men bir to'g'ri videoroliklar chiqarmay qo'ydim. Endi chiqarishimga ayrim sabablar bor. Mana hozir videorolik tomosha qildingizlar. Ko'rdingizlarmi? Endi chiqarishga yana majbur bo'lib turibman. Qattiq gaplashgan majbur bo'lib turibman. Nima qilay? Nima qiling? Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, nima qiling? 2 kundan beri 9'dan 6gacha suv o'chib turibdi. Hech qanday bir muammosi menga ko'na liniyadan kelib turibdi to'q. Lekin ular kabel tortibdi-ku. Ha? Axir men ustalarga pul to'lab turibman. Ustalarda ishlab turgan va yana pul to'lab turibman uyim remont uchun. Kim to'laydi buni? Hech qanday ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Kelib turib bugun mana 26-aprel kuni bugun. Hozir yalaga mantolama qishirib tursam, Brussels Akkobult kep oyog'imni bosib o'tib ketdi, o'zimni qag'ib telefon tushib ketdi. Uchastkaga telefon urdim, meni 1 soat ola keldi, olmaydi. Mayloqimga so'pchini etdim, olmaydi. Ammo lekin ichki ishlar xodimini
dem olish bayram degan narsa yo'q-ku. Men 102 ga chiqsam, nimaga 102 ga chiqdingiz, qo'ng'iroq qilmadingiz deb dag'dag'a qiladi. Nima qilay? Xo'sh, nima qilish kerak? Hurmatli aziz rahbarlar, men ishlab turgan ustalarning haqqini kim to'laydi? Siz to'laysizmi? O'zim to'laymanmi? Axir toza liniyada to'q yo'q. Manga ko'na liniyadan ket. Haligi ko'na liniya yo simona qo'yoq, yo boshqa et qo'yoq, yo toza kabeldan mening uyima to'q tart qo'yoq. Nimaga o'chiradi? Ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Buni sal bir menimcha o'ylanib qilish kerak bu ishlarni. Men 2 kundan beri, balki ertaga ham bo'lmas to'q. 3 kuni ustalarning haqqini ishlab turgan ho'janing, men qurilish magazinida olib turgan kunlik pul to'lab turgan ho'jani pulni kim to'laydi uni? Buni sal bir o'ylanib ko'rish kerak. Hurmatli rahbarlar, hurmatli Mayliqim Rustam Yusupov, shunday ishlarga e'tibor qarashingizni so'rayman sizdan. Tushundingizmi? Ayting, ichki ishlar bo'yicha o'rinbosaringiz Yangibozor, Xorazm Yangibozor tuman ichki ishlar bo'limi xodimi sizning o'rinbosaringiz mayor Muslimbekka qo'ng'iroq qilganda olsam, men 102 ga viloyatga chiqib o'tirmayin. Sizlar bizni menga dag'dag'a etib kelib o'tirmang. Iltimos. Agar qo'lingizdan kelmasa, qo'yinglar ishni. Qo'lingdan keladigan odam qilsin ishni. Kommentariyada qoldiring. Mulohazalaringizni. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, obunachilar, sog'lom-muslilar, men bilan bloger Xalbay bilan to'polman, Xorazm Yangibozor tumanidan. Endi men bir to'g'ri videoroliklar chiqarmay qo'ydim. Endi chiqarishimga ayrim sabablar bor. Meni hozir videorolik tomosha qildingizlar. Ko'rdingizlarmi? Endi chiqarishga yana majbur bo'lib turibman. Qattiq gaplashgan majbur bo'lib turibman. Nima qilay? Nima qiling? Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, nima qiling? 2 kundan beri 9 dan 6 gacha suv o'chib turibdi. Hech qanday bir muammosi, menga ko'na liniyadan kelib turibdi to'q. Lekin ular kabel tutdi-ku. Ha? Axir men ustalarga pul to'lab turibman. Ustalarni ishlab turgan va yana pul to'lab turibman uyin remont uchun. Kim to'laydi buni? Hech qanday ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Kelib turib bugun mana 26-aprel kuni bugun. Hozir yalaga montolama qishirib tursam, Brussels Akkobalt kep oyog'imni bosib o'tib ketdi, o'zimni qag'ib telefon tushib ketdi. Uchastkoga telefon urdim, meni 1 soat bo'la keldi, olmaydi. Mayliqimga so'pshini etdim, olmaydi. Ammo lekin ichki ishlar xodimina dem olish bayram degan narsa yo'q-ku. Men 102 ga chiqsam, nimaga 102 ga chiqdingiz, qo'ng'iroq qilmadingiz deb dag'dag'a qiladi. Nima qilay? Xo'sh, nima qilish kerak? Hurmatli aziz rahbarlar, men ishlab turgan ustalarning haqqini kim to'laydi? Siz to'laysizmi? O'zim to'laymanmi? Axir toza liniyada to'q yo'q. Menga ko'na liniyadan ket. Haligi ko'na liniya yo simona qo'yoq, yo boshqa et qo'yoq, yo toza kabeldan mening uyima to'q tart qo'yoq. Nimaga o'chiradi? Ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Buni sal bir menimcha o'ylanib qilish kerak bu ishlarni. Men 2 kundan beri, balki ertaga ham bo'lmas to'q. 3 kuni ustalarning haqqini ishlab turgan ho'janing, men qurilish magazinida olib turgan kunlik pul to'lab turgan ho'jani pulni kim to'laydi uni? Buni sal bir o'ylanib ko'rish kerak. Hurmatli rahbarlar, hurmatli Mayliqim Rustam Yusupov, shunday ishlarga e'tibor qarashingizni so'rayman sizdan. Tushundingizmi? Ayting, ichki ishlar bo'yicha
orunbasarınız Yengiboda, Xarazm Yengiboda Tuman İçki İşler Bölümü hadımı sizin orunbasarınız Moyur Müslümbek'e Kongura kırgında asan men bir vilayetke çıkıp oturmayın. Sizler bizi maňa dağdak etip kiyip oturman. İltimas. Eger kolunuzdan kelmese koyunlar işte. Kolundan kelese o adam kılsın işte. Kommentariyada kaldırın. Mulakat edeniňizi. Rahmet.